Hamma assalomu alaykum. Hozir bugungi videomizda mayog'ning rangini o'zgartirish, buni qanday rangga o'zgartiradi? Hammangizni avvalambor hayit bayramlaringiz bilan tabriklayman. Hayit bayramlarini yaxshi o'tkazib oling. Va bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz yozgacha birga bo'lishimiz kerak, iltimos bo'ldi. Ko'rishimiz hozir mana mayog'ni rangini o'zgartiramiz. Ketirasli sal eskina versiyada o'ynayapman. Hozirgi videomiz mayog'ga o'tirish. To'rt tarafni oldik, qizil. Wow. Xo'sh, mana nihoyat qizil rangni ham qilib oldik. Endi boshqa ranglarga ham o'tsak bo'ladi. Bu yoqda qanday rangni olsak ekan? Hozir men qidirib bo'ldi. Hozir. Bo'ldi. Davay. Mana buni ko'k rang qilamiz. Ko'k rang, qizil rang kimga yaxshi ko'radi? Kim yaxshi ko'radi ko'k va qizil rangni? Masalan, men ko'k rangni yaxshi ko'raman. Sizlarchi? Bu gaplaringizni izohlarda yozib qoldiring. Xo'pmi? Endi biz bu rangni kimdirlar bilsa kerak, kimdirlar bilmaydi. Shekilli rang. Bilasizlar? Tushunganlar tushunmay kerak. Undan ham zo'r videolar ko'rish kerak-da. Sizlar sifatli zo'r videolarni yaxshi ko'rasiz. Agar sizlar mening kanalimga obuna, like, podpiska bo'lsangiz, xo'p, biz sizlarga yaxshiroq video chiqarishga harakat qilamiz va qancha ko'p aktiv bo'lsa, biz ham shunchalik o'zimizga masalan YouTube'da video qo'yayotgan odam qancha odam ko'rar ekan deb hayron bo'ladi. Shuning uchun like va obunani bosib qo'ying.